birinchi pavilyon 157 do'kondaman. İsmi Botir. Lekin ko'pchilik bozorga kelganinglar Botir desanglar tanimaydi. Sababi Botir Tuv desanglar butun bozorda hamma do'konchilar taniydi. Hop, bu bola faqat nima deydi, tuv sotadi deb o'yladim. Lekin hozir tuvdan tashqari o'rdak, ya'ni kurka go'shtlari ham bor ekan. Hozir o'zi bitta qilib obzorni qilib beradi o'zi. Assalomu alaykum O'rizor savdo kompleksi xaridorlari. Charchamay yaxshi o'tiribsizlar. Mana bizda o'rdak go'shtlarimizga kelgan. Ko'pchilik insonlar faqat tovuq baliq sotishadi deb o'ylar ekan. Bizlarning mana bizda boshqa go'sht mahsulotlari ham bor. Xudo xolasa mana o'rdak go'shtining lahm joyi kelgan, filesi. Mana bunday holatda bo'ladi o'rdaklar. Bir yoq taraf terisi, bir yog'i go'shti bo'ladi. Karobkada 10 kilo, 200 gram, 250 gram, 180 gram chiqaribdi donasi. Keyin undan keyin mana bu Kanada sasikalarimiz bor. 30 ming so'm turadi, biz sotilishi chegirmada 15 ming so'm. Kanada davlatdan keyin original Kanada sasikasi. Fast food va yana boshqa yo'nalishda ishlaydiganlarga bu qulay original Kanada sasika. Hop, yana bizda mana tovuq mahsulotlari bor, svejisi bor. Qanot, biodra, file, goleni bor, boldirlari. Buni 10 kilo, 12 kilo qilingan korobkalari ham bor, suxoy zamorozki, bezineksi, suvsizlari ham bor. Do'konchilarga qulay tarzda, qulay narxlarda bemalol xarid qilsalar bo'ladi. Har doim bo'ladi. Ertalab soat 6 dan kechqurun soat 8 gacha ishlatamiz. Hop, yana bizda fast food sohasida ishlaydiganlarga cheeseburgerlarimiz bor, bunaqa. Korobkada 9 ta bo'ladi. Buning ichida 8 ta bo'ladi. Buni hamma 22 ming, 23 ming sotishadi. Bizda chegirmada 20 ming, 21 ming atrofida sotilyapti. Cheeseburger Hochland originali bu. Bemalol kelib, O'rizor savdo kompleksi 157-do'kondan xarid qilsangiz bo'ladi.